Qaysi harflar edi? N bilan Z. Hop. Boshi N dan boshlanishi kerak. O'rtasida Z qatnashishi kerak. Nayzani bilasizmi? Nayza. E'tibor bersangiz, katta bilan yozib ketaman o'shani. Nayza bo'lgani uchun. NT. NTga nima? Notebook. Mana. NT. Ya'ni 21 deganda notebook xayolimizga kelishi kerak. NN. Qulay. Har doim mana shu so'zni olamiz. Non. Non. 22 NN non. Nima? Nemoni ko'rganmisiz? Nemo. Nemo. Qaysi harflar? Nari. Nima olsa bo'ladi? Narvon. Lestnitsa. Narvon. Nali. Nolik. Fiksga borib. Nolik. Nolik. Bilasizlar? Naba. Naka. Nok. Nafa. Ha. Nefrit saroyini bilasizmi? Naga. Neger. Katta. 30. Maza. Bo'ladi. Hop. O'zbekcha yozdim, ha? 31. Mana. Mama. Maymun deganda xohlagan narsani tasavvur qilsa bo'ladi. King Kong bo'lishi mumkin. King Kong ko'rganmisizlar? Yoki gorillani yoki Kung Fu Pandadagi maymun, o'shani tasavvur qilsa bo'ladi. Xo'p, 34 ma r. Marojniy. Xo'p, 35 ga miltiq olsak bo'ladi. Miltiq. Xo'p, 36 mab. Mab. Mebel. Xo'p, 37 mak. Manekenni bilasizlar? Qanaqa yoziladi? Hop. Maneken. 38 maf. Mafiya. Ya'ni o'sha kinolardagi qahramonlarni olsanglar bo'ladi. Mafiya ko'rinishda va plash kiyib olgan, shlyapasi bor va hokazo. 39 mg. Magnit. Ya'ni yopishadigan magnit. Xo'p, 40 ta so'zimiz bo'ldi.